Farzandim ko'zida nuqsoni bor. Davosi faqat chet elda edi. Xudoga shukur, Turkiyada, Istanbul shahrida davosi topildi. Inshaalloh malaka endi Istanbulga ketyapmiz bugun operatsiyaga. Inshaalloh ko'zlariga Allohim shifo bersin. Biz inson uchun anaqasiga murojaat qilgandik. Katta rahmat aytaman. 106 million yig'ildi bir kunda farzandim uchun. Bizga uchun yordam bergan hammaga kattakon rahmat aytmoqchiman. Farzandim uchun, shu sog'ligi uchun, ko'zlari ochilishi uchun yordam bergan hammaga kattakon rahmat. Hech kimni farzandi kasal bo'lmasin, hech kimga ko'rsatmasin. Rahmat.